Diqqat! Barcha fuqarolar ogoh bo'ling. O'zbekistonda go'sht narxi yana oshdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda go'sht narxi yana oshib bormoqda. O'tgan yil ham mol va qo'y go'shti keskin qimmatlashib, aholining kundalik xarajatlariga jiddiy ta'sir qilgan edi. Mutaxassislar qayd etishicha, 2025-yilda go'sht narxining o'sishi umumiy inflyatsiyadan bir necha barobar yuqori bo'ldi. Shu bilan birga mahalliy go'sht yetishtirish sur'ati sekinlashdi va import esa keskin oshdi. Bu holat bozordagi narxlarga bosimni yanada kuchaytirdi. 2026-yil yanvar oyida ham qimmatlashish davom etmoqda. Masalan, Toshkentdagi yirik bozorlarda mol go'shti va qo'y go'shti narxlari oxirgi bir oy ichida yana ko'tarildi. Ayniqsa, qo'y go'shti narxida sezilarli o'sish kuzatilmoqda. Ekspertlarga ko'ra, agar ishlab chiqarish hajmi oshirilmasa va bozordagi muvozanat ta'minlanmasa, go'sht narxidagi bosim yaqin oylarda ham saqlanib qolishi mumkin, deyiladi xabarda.